بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyid alayom kunini barchamizga barakatli qilgan bo'lsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Vayha Ammor taqtuluhul fiyatul baghiya." Bechora Ammor, uni haddidan oshgan toifalar qatl qiladi deb bundan 30 yil avval hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Masjid Nabaviyasi qurilib bitmasdan turib bergan xabari mana haqiqatga ro'yobga chiqdi. Ali roziyallohu anhu Shom ahlini qaysarligini ko'rib, ularni kuch bilan bo'ysundirishga qaror qildi. Iroqdan xalifaning qo'shini jilganini eshitganidan keyingina Shomning valisi bo'lgan Muaviyat ibn Abu Sufyon qo'shinini Sifinga boshlab keldi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Muaviyat ibn Abu Sufyonning o'zi ham urush bo'lishini xohlamagan edi. Ali roziyallohu anhu qo'shini jilgandan keyingina qo'shini bilan Shomdan chiqdi. Shom ahlini ra'yiga ko'ra Ali roziyallohu anhuga bay'at berishlikdan avval Shom ahlini Ali roziyallohu anhu Usmonning qotillarini jazosini berishligi kerak edi. Shundan keyin ular bay'at berishmoqchi edi. Aslida fitnachilarning sanog'i 700 kishi edi. Ali roziyallohu anhuning qo'shinining ichida. Ammo ishlarni ketishi bilan ularning tarafdorlari ko'payib, ularning adadi 10 mingdan oshib ketdi. Shuning uchun Ali roziyallohu anhuning rejasiga ko'ra avval ishlar tinchsin, Shom ham bay'at bersin, shundan keyin fitnachilarni jazolashning rejasi bor edi. Jamalda ham, Sifinda ham qatnashgan musulmonlar hammalari Usmonning qotillari mujrimlar ekanligiga ittifoqda edilar. Hamma sahobalar Ali roziyallohu anhuni xalifa ekanligini e'tirof qilishgan. Boshqa biron bir kimsani xalifalikka taklif qilinmagan. Mana Muaviyat ibn Abu Sufyon ham Ali ibn Abi Tolibga qarshi turgani bilan o'zini xalifa deb e'lon qilayotgani yo'q. Mana jang Ammor ibn Yosir roziyallohu anhuni qatl bo'lishligi bilan to'xtadi. Shom qo'shini qurollarini tushirdi, jang tugadi. Xalifa buyurdi, qo'shin orqaga chekindi, ish tinchidi. Shom ahli Ammor ibn Yosirni biz o'ldirdik, demak haddan oshgan toifa biz ekanmiz deb tushkunlikka tushdi. Ali roziyallohu anhu hakim inson bo'lgan edi. O'zini oldiga Huzayfa roziyallohu anhuni chaqirdi. Huzayfa ibn Yamoni roziyallohu anhu. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sirlarining sohibi edi. Rasululloh u kishiga Madinadagi munofiqlarning yurish-turishlarini nazorat qilib turishligini topshirgan edi. Rasulullohning sirlarining egasi va Madinadagi munofiqlarning ishini kuzatadigan kishi. Ali roziyallohu anhu Huzayfaga nima dedi? Mana urush to'xtadi, ikkala qo'shin o'zini qarorgohiga qaytgan. Ish tinchib turibdi. Muaviyaning qo'shini tarafiga bor. Amr ibn al-Osni kuzatdi. Ularni Shom qo'shinini mana shu turgan hollaridan chiqarib yuborishi mumkin bo'lgan yagona kishi Amr ibn al-Os. Ya'ni jang qilmaymiz deyapti, bo'ldi biz noto'g'ri qilib to'xtashdi. Ularni yana qaytadan jangga gijgijlashi mumkin bo'lgan yagona inson Amr ibn al-Os dedi. Haqiqatda ham sahobalarning hayotini kuzatib chiqiladigan bo'lsa, daholi jihatidan, ziyraklik jihatidan, hushyorlik jihatidan Amr ibn al-Osdek biror boshqa bir sahobani ko'rmaysiz. Ikki qo'shin o'rtasida endi bordi-keldilar bo'lib turibdi, urush to'xtagan. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi: "Xalifani buyrug'iga muvofiq Muaviyaning qo'shini tomoniga o'tib bordim. Amr ibn al-Osdan boshqa tashvishim, g'amim yo'q. Amirning chodirini oldiga borib kuzatib turdim. Ozgina vaqt o'tgandan keyin mag'lub bo'lgan qo'shin Muaviyat ibn Abu Sufyonning o'zi Amr ibn al-Osning chodirini oldiga keldi. Keldida chaqirdi. Chiqdi, "Yur men bilan" dedi. Ikkalasi ketdi, orqasidan men tushdim. Ular meni ko'rishmadi, ularning so'zini eshitib bordim. Muaviya aytayapti: "Meni bu mushkuladan chiqar" dedi. Ya'ni qo'shin jang qilishdan to'xtab oldi. Biz bog'i ekanmiz deyishyapti. Ammorni qatl qildik.
Payg'ambarimiz Ammorni faqatgina bog'iy toifa qatl qiladi degan edi, dedi. Amirning aytgan so'zi ajib bo'ldi. Ey amir, dedi Muoviyaga, Amr ibn al-Os. Ammorni uni o'zlari bilan olib kelganlar o'ldirdi. Ya'ni Ammor ibn Yosirni Ali ibn Abi Talib olib kelmaganida, mana shu Siffinga o'lmagan bo'lar edi. Demak, Ammorni biz o'ldirmadik dedi. Shom qo'shini orasida uni bu gap tarqadi. Xuddi hashayda o't tarqagandek. Va Shomliklar biz o'ldirmabmiz uni demak. Demak biz nohaq emas ekanmiz deyishdi-da, yana qurollarni ko'tarib turib jang qilishni boshlashdi. Bitta kishini bir og'iz gapi bilan. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi, uni so'zidan hayron qoldim. Birov ishonadimi shu gapga? Aqlga sig'adimi? Lekin Shomliklarga ta'sir qildi bu so'z. Huzayfa Ali roziyallohu anhuni huzuriga qaytib borib xabarni yetkazdi. Muoviya roziyallohu anhuni qo'shini orasida Amr ibn al-Osning so'zi shunday tarqab ketdi. Yana jang qilishlikka tayyorgarlik boshlandi. Ammor ibn Yosirning qatlidan keyin Siffin ma'rakasini yana takrorlanib ketishiga, yana boshlanib ketishiga sabab Amr ibn al-Osning mana shu hiylasi, mana shu so'zi bo'ldi. Jang takror bo'lishi aniq bo'lib qoldi. Shunda Ali roziyallohu anhu o'zini qo'shinining tarkibidagi ikkita katta qabila, Robiya va Hamadonga dedi. Sizlar mening sovutim va nayzamsizlar. Jangni sizlar boshqaringlar. Sizlar g'alaba sari boshlab borishingizni istayman. Ulardan 12 ming kishi oldiga otilib chiqishdi. Ularning oldida Ali ibn Abi Talib o'z ulovida turdi. Ertasi kuni xalifa o'zini qo'shini bilan Shom qo'shinining ro'parasiga turdi. Ularni ham jangga shay ekanligini ko'rdi va ularga hujum qildi. Jang qattiq bo'ldi. Natijada Shom qo'shinini bironta ham tartibli saf qolmadi. Ularning hamma saflari parcha-parcha bo'lib ketdi. Shom qo'shini orasida maqtullar ko'paydi. Ali roziyallohu anhuning qo'shini g'alabaga yaqin bo'ldi. Ali roziyallohu anhuning qo'shinining bayrog'i xalifaning o'g'li Muhammad ibn Hanafiyaning qo'lida edi. Shom namozi vaqti bo'lgunicha jang davom etdi, birodarlar. Shomliklarda qatl ko'paydi. Jang to'xtamadi. Shomni, Xuftonni ishora bilan o'qishdi, imo bilan o'qishdi. Jang to'xtamadi. Tun bilan ham jang to'xtamadi. Mana shu tun, birodarlar, Laylatul Harir deb nomlanadi. Bu kecha musulmonlar tarixidagi eng yomon kecha bo'ldi. Sahobalar va tobiinlar bir-biriga qarshi jang qilib, kechasi bilan jang bo'ldi. Jang shiddatli tus oldi. Ali roziyallohu anhu qo'shinning muqaddimasida turib, jangni o'zi boshqardi. Askarlarni shijoatlantirdi. Endi Ali ibn Abi Talib o'zi shaxsan jangga kirgandan keyin kim bu kishining oldida tura oladi? Amr ibn Hudni qatl qilgan kishining oldida kim tura oladi? Shomliklar Ali roziyallohu anhuning oldida turishiga dosh bermasdan qochib ketishar edi. Ayrim odamlarni qo'llaridagi qilichlari sinib ketganidan, otadigan kamoni o'q tugaganligidan bir-biriga tosh otib urishlikkacha yetib bordi. Toshlar tugagandan keyin qo'lma-qo'l olishlik ketdi, qurol yo'qligidan. Shu tarzda tong otguncha jang davom etdi. Odamlar bomdod namozini ham imo ishora bilan o'qishdi. Shu tarzda jang zuho vaqtigacha davom etdi. Shom qo'shini chekinishni boshladi. Iroq qo'shini, xalifaning qo'shini yengayotganligi ma'lum bo'ldi. Ali roziyallohu anhu o'zi oldida turib qo'shinni ilgari boshladi. Shu vaqtda Muoviya ibn Abu Sufyon qo'shinini mag'lub bo'layotganini ko'rib, yana Amr ibn al-Osga murojaat qildi. Meni bu holatdan chiqar dedi. Nima chora bor dedi. Endi Amr ibn al-Os nima dedi? Qo'shin muqaddimasiga mushaflarni yuboring. Qur'on. Mushaflarni yuboring. Uni nayzalarning uchiga ko'tarib, Allohning kitobi bilan hukm qilamiz deb baqirishsin oldidagilar. Agar ular ijobat qilsa Iroq qo'shini, urush to'xtaydi. Saflarimizni tartibga keltirib olamiz. Agar qabul qilishmasa, o'rtasiga ixtilof tushadi, qo'shinlari parchalanadi dedi. Fe'lan mag'lub bo'layotgan Muoviya ibn Abu Sufyonning qo'shini muqaddimasida turganlar nayzani uchida mushafni ko'tarib, sizlarni bilan bizning o'rtamizda Allohning kitobi bor deb baqirishdi. So'ngra o'qishdi. Alam taro ilallazina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalar oralarida hakamlik qilsin uchun Allohning kitobiga chaqirilganlarini
So'ngra ulardan bir guruhi yuz o'girgan hollarida burilib ketganlarini ko'rmadingizmi? Ya'ni Allohning kitobi bilan hukm qilaylik desa burilib ketasizlarmi degan ma'no bor bu oyatda o'qishlikda. Ali roziyallohu anhu buni hiyla ekanligini tushundi. Bu hiyla, jangni to'xtatmanglar dedi. Haqiqatdan ham xalifaning qo'shinining fikri bo'lindi, birodarlar. Alini roziyallohu anhuning yonidagi Iroqdan bo'lgan yordamchilari ikkilanib qolishdi. Fitnachilar emas, hatto fitnachi bo'lmagan kishilar ikkilanib qolishdi. Qanday qilib Allohning kitobiga chaqirsa biz qabul qilmaymiz? Xalifa aytdi, bu hiyla, bu makr, masala kundagi ravshan, mag'lub bo'layotganligi ko'zga ko'rinib qolgandan keyin ko'tarishdi. Ammo iroqliklar hiyla bo'lsa ham mayli dedi. Qanday qilib Allohning kitobiga chaqirsa biz qabul qilmaymiz. Bu to'g'ri emas deydi. Ali roziyallohu anhuning yengib turgan qo'shini fikri bo'linib qoldi. Shunda Ali roziyallohu anhu qo'shinni orqaga chekinishga buyurdi. Qanday qilib jang qilish mumkin? Qo'shinning fikri har xil bo'lib turgan bo'lsa. Ikkala qo'shin ham orqaga yana bir marta chekindi. Agar mana shu hiyla bo'lmaganida natija umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Iroq qo'shini orqaga chekindi. Endi Iroq qo'shinini o'ng qanotini boshqarayotgan Ashtar an-Nuhayga xalifaning buyrug'i keldi. Jangni to'xtat, ortingga chekin. U esa qanday qilib chekinamiz? Yengib turibmiz-ku. Nimaga to'xtatamiz jangni dedi. Ali roziyallohu anhu yana odam yubordi. U unamadi qaytishlikka. Iroqning qo'mondonlaridan bo'lgan Yazid ibn Xoniyni yubordi. Urushni to'xtatar ekansan. Ashtar qabul qilmadi. Hozir emas. G'alaba qo'limizga kirib turgan vaqtda hozir emas dedi. To'xtatmanglar meni dedi. Yazid qaytib kelib xalifaga so'zni yetkazdi yana. Iroq qo'shini orasida ovozlar ko'tarildi. G'ala-g'ovur ko'paydi. Ular aytishdiki, g'ala-g'ovur qilayotgan Iroq qo'shini. Siz jang qilishiga buyurgansiz, urushni to'xtashini xohlamayapsiz dedi. Siz o'zingiz xohlamayapsiz dedi. Oraga ixtilof tushdi. Ali roziyallohu anhuning o'zida qo'shin shubha qilishni boshladi. Qarang, Amr ibn Osda bitta aytgan so'z bilan qanday ish bo'lyapti. Xalifa aytdi ularga, odam yubordim-ku, ko'rdinglar-ku dedi. Qo'shin aytdi xalifaga, uni oldiga odam yuboring, o'zi kelsin dedi. Aks holda sizni tashab ketamiz dedi. Chunki ular Allohning kitobi bilan hukm qilishmoqchi. Qanday ularga rad javobini beramiz dedi. Ali Yazid ibn Xoniga yana aytdi, senga voy bo'lsin, borib ayt, albatta meni oldimga kelsin. Meni qo'shinim orasiga fitna tushdi. Kelsin meni oldimga dedi. Amr ibn Osning rejasi haqiqatan amalga oshdi. Uni tahlili to'g'ri edi. Ashtar Shom qo'shinini mag'lub qilib, g'alabaga yaqin turgan edi. Yazid xalifani buyrug'iga yetkazdi. Zudlik bilan to'xtasan jangni va xalifani oldiga qaytasan. Ashtar g'azabdan yorib, jazabaga tushib, senga voy bo'lsin. Holatimizni ko'rmayapsanmi? G'alabaga yetishimizga ozgina qoldi-ku dedi. Shunda Yazid aytdi. Aytdi. Senga qaysinisi mahbubroq? Amirul Mu'mininning oldiga borishingmi yoki Amirul Mu'mininning qatl qilinishimi dedi. Agar xalifa qatl qilinsa, seni egallagan g'alabani, sen qo'lga kiritgan g'alabaning qanday qiymati bor? Ya'ni sen hozir qaytib bormasang, Iroqliklar xalifani qatl qilishga ham tayyor bo'lib turibdi. Xuddi Usmonni qatl qilishganidek. Shunda g'alaba qo'lida naq bo'lib turgan bu qo'mondon norozi holida jangni to'xtatdi qo'shini bilan xalifani oldiga qaytib keldi. Ashtar bu holatdan norozi bo'lib, g'azabdan qaynayotgan edi. Kelganida xalifaga Iroq ahli Allohning kitobi bilan hukm qilamiz deb qarshi turgan edi. Ularni ko'rib turib, Ashtar o'zi ham Iroqlik bo'lgan. Aytdiki, jahl bilan, ey Iroq ahli, ey xorlik va vahn ahli, ularni yengib turganlaringlarda, ularni mag'lub qilib turganinglarda mushafni ko'tarishdi. Tahqiq ular ana shu kitobdagi bor narsani tark qilishgan edi. Ularni talablariga ijobat qilmanglar, menga muhlat beringlar, g'alaba qo'limda turibdi. Lekin ular yo'q deb turib olishdi. Menga dedi, amhiluni adval faras. 1 soatda 3 dan biri. 20 daqiqa vaqt beringlar menga, g'alaba qo'limizda turibdi dedi. Ular aytdi, yo'q deydi. Agar senga muhlat bersak, bunday qilsak, seni qilgan xatoingga sherik bo'lib qolamiz, sen bilan teng gunohkor bo'lib qolamiz. Ali roziyallohu anhuni va u zotning qo'mondoni Ashtarni jangni to'xtatishga majbur qilgan mana shu kishilar keyinchalik fikri qanday o'zgarib qolganligini ham ko'ramiz.
Shunday qilib jang to'xtadi. Ali roziyallohu anhu tahkimga ko'nishga majbur bo'ldi. Ammo Ashtar Ali roziyallohu anhuni jangni to'xtatishga majbur qilgan onalar bilan tortishayotgan edi. Ularni qorilar deb atashar edi. Chunki ichida ko'plari Qur'on yodlashgan edi, tilovat qilishgan edi, obidlardan edi. Ashtar ularni dinlarini va shijoatlarini ta'na qildi. Ularga aytdiki: "Vallohi sizlarni aldashdi. Qur'onlarni tashlashga chaqirildinglar, ijobat qildinglar. Ey qora peshona egalari, ya'ni ko'p sajda qilganligidan peshonasidagi qora doqqa ishora. Ey qora peshona egalari, sizlarni namozlaringlarni dunyodan behojatlik deb bilar edik, Allohga bo'lgan shavq deb bilar edik. Endi sizlarni jangdan qochishlaringizni o'limdan dunyoga qarab qochishlik deb ko'ryapman" dedi. Ular Ashtarni so'kishdi. Ashtar ham ularni so'kdi. Ular Ashtarni ulovini yuziga qamchi bilan urishdi. Mana shu ila tufayli jang to'xtadi. Mana shu ila tufayli Ali roziyallohu anhuning qo'shinining o'rtasiga ixtilof tushdi. Mana shu holat keyinchalik bo'linishlik yana ziyoda bo'lib, Havorij degan toifalarni musulmonlardan ajrab chiqishligiga sabab bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarlar fitnalarni kelajakda bo'lishligini xabarini bergan edi, ishora qilgan edi, bayon qilgan edi. Ana shu Havorijlarning paydo bo'lishi, zohir bo'lishidan ham ogohlantirgan edi. Ikki toifa o'rtasida jang bo'lishi, ikkalasi ham haq bo'lishi, lekin bittasi haqqa yaqinroq bo'lishligini ham xabarini bergan edi. Ayni mana shu toifa haqqa yaqin bo'lgan toifa. Havorijlarga qarshi jang qiladi deb ham aytgan edi. Havorijlarga qarshi kim jang qilgan? Ali ibn Abi Talib. Demak, Ali roziyallohu anhu haqqa yaqinroq edi. Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah. Va in toifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Ey mu'minlar, agar mu'minlardan bo'lgan ikki toifa bir-birlari bilan urushib qolsalar, darhol ularning o'rtasini isloh qilib qo'ying. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Endi agar ulardan birovi ikkinchisining ustiga tajovuz qilsa, bas tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushinglar. Qarang, ikkalasini ham Alloh taolo mu'min toifa deyapti. Va in toifatani, ikkita toifa minal mu'minina, mu'minlardan ikkita mu'min toifa urushib qolishi mumkin ekan. Shunda bittasi nohaq bo'lsa, haqqa qaytarish uchun urushilar ekan u bilan. Innamal mu'minuna ikhwata dedi Alloh taolo. Qarang, shuncha qonlar oqqaniga qaramay, shuncha bir ulug' insonlar qatl qilinganiga qaramasdan biz ikkala toifani ham mu'min deymiz. Sifin ma'rakasida qatnashgan ikkala qo'shindagilarni ham mu'min deymiz. Ikkalasini ham haqiqatni istagan deb aytamiz. Birini ijtihodi noto'g'ri bo'lgan edi. Qaysi ishni birinchi qilish kerak deganda, fitnachilarni birinchi qatl qilish kerak degan ijtihodi noto'g'ri bo'lgan edi. Lekin haqni istagan edi ular ham. Mana shu ikkala toifadan Ali roziyallohu anhuning jamoasi haqqa yaqinroq edi. Bu narsa ustida ahli sunna va jamoat ittifoq qilgan birodarlar. Shomliklar mushoflarni ko'tarishdi, jang to'xtadi. Ali roziyallohu anhu Muaviyat ibn Abu Sufyonning oldiga Ash'asni yubordi. Qur'onni ko'tarishda maqsadinglar nima? Allohning kitobi bilan hukm qilishda nimani nazarda tutyapsizlar? Muaviya aytdi: "Sizlar ham, biz ham Alloh o'z kitobida buyurgan narsaga qaytishimiz kerak" dedi. Shu maqsadga ko'tardik. Sizlar o'zingizlardan bo'lgan bir kishini yuborasizlar, rozi bo'lib, biz ham o'zimizdan bo'lgan bir kishini yuboramiz, rozi bo'lib, ana shu ikkisi Allohning kitobiga amal qilishlariga va undan oxlab o'tib ketmaslikka va'da olamiz. So'ngra sizlar ham, biz ham ana shu ikkalasi kelishgan narsaga ergashamiz deydi. Muaviyat ibn Abu Sufyon shunday dedi. Sizlardan bitta, bizdan bitta odam keladi. Allohning kitobidan chiqmaymiz deb va'da berishadi bizga. Nima hukm qilsa qabul qilamiz dedi. Xalifaning oldiga Ash'as bu so'zni olib bordi. Xalifaning oldida turib jangni to'xtatishga majbur qilgan iroqliklar rozimiz deydi, qabul qildik deydi. Ali ibn Abi Talib xohlamagan edi buni, chunki g'alaba qo'lida naq turgan edi. Ammo qo'shinning aksar qismi jang qilishni xohlamaganligi uchun tahkimga majbur bo'lgan edi. Shom ahli o'zlaridan vakil qilib Amr ibn al-Osni tanlashdi.
Aytdi-yu, daholardan. Iroq ahli esa Abu Muso al-Ash'ari roziyallohu anhu ni tanladi. Qarang, Ali roziyallohu anhu o'zi tanlagani yo'q. Alini Abu Musoni tanlashga Iroq ahli majbur qildi. O'zi asli Abu Muso Ash'ari jangda qatnashmagan edi. Bu o'rinda Ali ibn Abi Talibni 100% haq ekanligiga ishongan bitta odamga qo'yilgani to'g'riroq bo'lar edi. Lekin Abu Musoni tanladi Iroq ahli. Ali ibn Abi Talib ham qarshi bo'lmadi bunga. Iroqliklar aytishdiki, bu kishi Abu Muso solih kishi, bizga nasihat qilgan sahoba, olimlardan. Hozir aytganimizdek, aslida bu masalada Alini haqli ekanligiga ishonchi komil bo'lgan odam buni tanlashligi to'g'riroq bo'lar edi. Abu Muso bu ishdagi o'rtadagi odam edi. Eslaysizlar, Ko'fadan qo'shin so'raganda Abu Muso nima degan edi? Hech kim chiqmaydi degan edi. Ammo Amr ibn al-Os roziyallohu anhu Shom qo'shinini boshqargan qo'mondonlardan edi. Iroqliklar Ali roziyallohu anhuni Abu Musoni tanlashga majbur qilishdi, lekin asli Ali qarshi emas edi roziyallohu anhu, chunki Abu Muso taqvodor, olim, zakiy kishi edi. Abu Muso bu narsadan xabari yo'q. Aytdik, bu kishi jangda qatnashmagan, Siffin ma'rakasida qatnashmagan bu kishi. Abu Musoning oldiga bir jamoa odamlar kelishdida, odamlar sulhga kelishadigan bo'ldi deydi. Abu Muso alhamdulillah dedi. Odamlar sizni hakam qilib tayinlashdi deyishganida Abu Muso inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. So'ngra xalifani oldiga Abu Musoni olib kelishdi. Taqdim kitobi bitildi, unda shunday deyilgan edi. Mana endi Shom ahli bilan Iroq ahlini, Muaviyat ibn Abu Sufyonning tarafdorlari bilan Ali ibn Abi Talib tarafdorlari o'rtasida yozilgan bitim kelishuv qanday edi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu va Muaviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu hamda ularning shialari, ansorlari, shialari degan yordamchilari degan. Mana shu o'rindan boshlab Ali roziyallohu anhuning shiyasi deganda Ali roziyallohu anhuning yordamchilari deb tushunishimiz kerak bo'ladi. Bu ikkalasining shiyalari, ansorlari Allohning kitobi va rasulining sunnati bilan bo'lgan hukmga o'zaro rozi bo'lishgan narsasidir. Ali roziyallohu anhuga va iroqliklarning shohidiga ham g'oyibiga ham, Muaviyaga va shomliklarning shohidiga ham g'oyibiga ham, ya'ni ikki hakam kelishgan narsaga Ali ibn Abi Talib ham quloq soladi, iroqliklar ham itoat qiladi. Muaviyat ibn Abu Sufyon ham itoat qiladi, shomliklar ham itoat qiladi. Bori ham, yo'g'i ham. Albatta bizlar ikkimiz ham Amr ibn al-Os bilan Abu Muso Ash'ari. Albatta bizlar ikkimiz ham Qur'onning Fotihasidan xotimasigacha bo'lgan hukmida to'xtashga, Qur'on tiriltirgan narsani tiriltirishga, Qur'on o'ldirgan narsani o'ldirishga rozi bo'ldik. Shu narsaga kelishdik va shunga rozi bo'ldik. Albatta Ali va uning yordamchilari Abdulloh ibn Qaysni, bu Abu Muso Ash'arining o'zining ati. Abdulloh ibn Qaysni nozir va hakam bo'lishiga rozi bo'ldilar. Muaviya Amr ibn al-Osning nozir va hakam bo'lishiga rozi bo'ldi. Ali va Muaviya Abdulloh ibn Qays va Amr ibn al-Oslardan roziyallohu anhum ajmain Qur'onni imom qilib olishlariga, hukm qilishda unda yozilgan narsalardan boshqa narsaga o'tmasliklariga, kitobda topmagan narsani Rasulullohning sunnatiga qaytarishlariga, unga xilof narsani qasd qilmasliklariga, unga shubha bilan tajovuz qilmasliklariga, Allohning ahdini, misoqini, zimmasini va Rasulining zimmasini oldilar. Bu ikkala amir, ikkala elchidan mana shu narsalarga va'da oldi. Keyingi banda Abdulloh ibn Qays va Amr ibn al-Oslar, Ali va Muaviya u ikkisining Allohning kitobi va rasulining sunnati bilan qilgan hukmiga rozi bo'lishlari haqida Allohning ahdi va uning misoqini oldilar. Ikkita qozi ham, ikkita elchi ham ikkala amirdan va'da olishdi. Allohning kitobi bilan, payg'ambarning sunnati bilan hukm qilamiz, quloq solasizlar dedi. Ikkalasi ham va'da berdi.
U hukmni rad qilishga ikkisini ham haqqi yo'q. Undan boshqasiga o'tib xilof qilishi ham mumkin emas. Keyingi banda. Bas u ikkisi ham hozirlar. Hukm chiqarishlarida o'zlarining qonlari, mollari, oilalari va bolalari omonda. Rozi bo'lgan rozi bo'lsa ham, norozi bo'lgan norozi bo'lsa ham. Bularga hech kim tegmaydi. Ikkalasi omonda. Yana tafsilotlar keltirildi. Albatta ummat va u ikkisining yordamchilari ham ular Allohning kitobi va rasulining sunnati bilan chiqargan hukm ustida bo'ladilar. Agar ikki hakamdan biri hukm chiqarilishidan avval vafot etsa, uning yordamchilari uning o'rniga adolatli va salohiyatli boshqa bir kishini tanlash huquqiga ega. Agar o'rtadagi qozilardan bittasi o'lib qolsa, muddat chiqisha, o'rniga boshqa odamni qo'yishi mumkin. Keyingi banda. Agar ikki amirdan biri vafot etsa, Ali ibn Abi Talib yoki Muaviya ibn Abu Sufyon, bu ishga belgilangan vaqt o'tmay turib, ya'ni hukm chiqarmasdan avval, uning yordamchilari uning o'rniga o'zlari rozi bo'lgan bir kishini tanlash ixtiyorlari bor. Demak, hukm chiqquncha qozidan bittasi o'ladimi, amirdan bittasi o'lib qoladimi, o'rniga boshqa odamni qo'yishlik mumkin bo'ladi. Taqiq ikki jamoa o'rtasida bu ish jang, muvaffaqiyat bo'ldi. Qurollar tushirildi. Biz keltirgan bu shartlarga amal qilish ikki amirga ham, ikki hakamga ham, ikki jamoaga ham vojib bo'ladi. Alloh guvohdir, Allohning o'zi guvohlikka kifoyadir. Keyingi banda. Agar ikkisi hakamlar xilof yo'l tutsa, haddidan oshsa, bas ummat u ikkisining hukmidan pokdir. Ularga ahd ham, zimma ham yo'q. To muddat chiqqunicha odamlarning jonlari, ahllari, bolalari va mollari omondadir. Qurollar qo'yilgan, yo'llar omonda. Ikki jamoaning ham bu ishdan g'oyib bo'lganlari ham xuddi unga guvoh bo'lgan kishilar kabidir. Keyingi banda. Ikki hakamning mutavassit yerga to'xtash haqlari bor. Ya'ni Shomga ham, Iroqqa ham o'rta bo'lgan joyga to'xtash haqqi bor. U ikkisi bilan faqatgina ular rozi bo'lgan va ular xohlagan kishilargina turishlari mumkin. Shu hukm chiqarilayotganda faqatgina ular xohlagan odam turadi. Hukm chiqarish uchun belgilangan muddat Ramazon oyining tugashi. Agar hakamlar hukmni ertaroq chiqarsa, bas bu ularning haqqi. Agar hukmni muddatning oxiriga surishni ixtiyor qilsalar, kechiktirishlik ham ularning haqqi. Agar muddat chiqqunicha u ikkisi Allohning kitobi va rasulining sunnati bilan hukm qilishmasa, ikkala jamoat ham avvalgi holatiga qaytadi, urushga qaytadi. Bu ishda ummatning ustida Allohning ahdi va misoqi bor. Kim bu ishda zulmni, xilofni va ilhodni istasa, bas ular ummatning hammalari unga qarshi bir qo'l kabidir. Mana sulhni, bitimni matni. Bu yozuvga Iroq ahlidan ayrim kishilar guvoh bo'lishdi. Ali ibn Abi Talibning o'g'illari Hasan va Husayn, Abdulloh ibn Abbos, Ash'as ibn Qays al-Kindi, Sahl ibn Hunayf va boshqa sahobalar. Shom ahlidan esa guvoh bo'lganlar, qarang, Abdulloh ibn Amr ibn al-As, Habib ibn Maslam al-Fikhri, Abu Awar as-Silmi, Abdurrahmon ibn Khalid ibn Valid, Khalid ibn Validning o'g'li va boshqalar. Bu kelishuv 37-hijriy yil Safarning 17-chorshanba kunida bitildi. Ash'as maktubni olib ikkala jamoaga o'qib eshittirdi. Eshittinchida ikkala qozi ishga kirishadigan bo'ldi. Odamlar o'zlarining mayyitlarini dafn qilishga kirishdi. Hamma o'zini yeriga qaytdi. Ali roziyallohu anhu Kufaga ketdi, Muaviya ibn Abu Sufyon Shomga ketdi. Mana endi urush fe'lan to'xtadi. Vaqt keldi, 37-yilning Ramazon oyi keldi. Ikki hakam uchrashdi. Ali roziyallohu anhu o'zi tomonidan bo'lgan elchi Abu Musoga qo'shib 400 kishini yubordi. Shuroyh ibn Xoni al-Xorisiy jamoani ishini idora qiladigan bo'ldi. Abdulloh ibn Abbos ham ular bilan birga ularning imomi va ilmiy marjiyi bo'ldi. Muaviya ibn Abu Sufyon o'zi tomonidan bo'lgan elchi Amr ibn al-Osga qo'shib 400 kishini yubordi. Shurohbil ibn Summa ularning ishini boshqaradigan bo'ldi. Ikkala jamoa Shom bilan Iroqning yo'lini o'rtasida uchrashdi, Davmatul Jandalda. Bu yig'inga
kimlar guvoh bo'ldi? Abdulloh ibn Umar, Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdulloh ibn Zubayr, Abdulloh ibn Xoris, Mughirah ibn Shu'ba, Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu ta'ala anhum ajma'in. Ikki hakam uchrashdi, munoqasha bo'ldi. Ularning kelishuvi Ali va Muoviyani ikkisini ham ishidan bo'shatishga kelib to'xtadi. Ikkalasi ham ishdan bo'shaydi. Biri xalifalikdan, biri voliylikdan. Ularning ra'yiga ko'ra ulug' sahobalarni o'zlari tanlab olishligi kerak. Ular Alini tayinlashadimi roziyallohu anhu? Muoviyat ibn Abu Sufyonni tayinlashadimi roziyallohu anhu? Farqi yo'q. Sahobalarning kiborlari kimi tanlasa, shu xalifa bo'ladi. Shu bilan fitna tamom bo'ladi. Chiroyli yechimmi? Yana bir marta takrorlaymiz. Ali roziyallohu anhu xalifalikdan bo'shadi. Muoviyat ibn Abu Sufyon voliylikdan bo'shadi. Kibor sahobalar hozir bo'lishadi. Ismlari aytildi. 100 ta sahoba bor edi shu yerda. 1 yil ichida qarorni qabul qilishlari kerak. 1 yil muhlat. 1 yil ichida qarorni qabul qilishlari kerak. 1 yil kerak. Agar 1 yildan keyin ham mana shu katta 100 ta sahoba, kibor sahoba bitta xalifaga kelisha olmasa, ishlar eski ahvoliga qaytadi. Ya'ni jang bo'ladi. Agar bu sahobalar bitta kishini xalifa bo'lishga kelisha olsa, butun musulmonlarga bu narsa itoat qilishlik vojib bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.